Hosili bilan bizani barberlardan o'zib olamiz. Nimaga bizani klientlar именно bularni tanlashlik uchun? Birinchi bo'lib mana Abdulhamiddan. Abdulhamid necha yildan beri ishlaysiz? 10 yildan beri ishlayman aka. Nimaga bizani klientlar именно sizni tanlaydi? Birinchi o'chirtda bu odamiylik, klient kelganda har doim aka yoki o'zim okamdek yoki o'zim ukamdek, do'stimdek muomala qilishga harakat qilaman. Ikkinchi o'rinda soqoli turadi. Agar qanaqadir problemasi bo'lsa, обязательно hal qilib berishga harakat qilaman. Shampunmi, sochmi yoki perix qazg'oqmi yoki to'kilganmi yoki qanaqadir uylanayotgan bo'lsa, aka men bunaqa qilishga qo'rqyapman desa, siz to'yingizni o'ylang, sochni umuman o'ylamayman deyman. Chotki qilib beraman har doim. 100% klient rozi bo'lib chiqib ketgan shu kungacha. Bergan puliga rozi bo'lgan. O'shanga hamma yoq barakada. To'g'ri. Do'stlar, aytmoqchiman, bizani masterlarda нереально возвращаемость, kuchli возвращаемость. Bizda 100 tadan 80% возвращаемость. 20% chet elga qaytib ketgan, yana qaqqadir. Bu degani biz o'zimizni ishimizda 100% o'yiramiz. Bizani barberlar hammasi kuchli. Mana hozir birinchi bilan tanishtirdim. Keyingi videolarimizda keyingi barberlarimizdan yana o'zib olamiz. Biz bilan ko'rishda davom etinglar. Rahmat.